Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Xurshid Do'st Muhammadning Mirkomilboyning qazo bo'lgan namozi hikoyasi asosida tayyorlangan audio matnni taqdim etamiz. Ushbu hikoya insonning mas'uliyati va vaqtni qadrlash haqida. Muallif haqida. Xurshid Do'st Muhammad zamonaviy o'zbek adabiyotining taniqli yozuvchisi. U o'z asarlarida oddiy odamlar hayoti, jamiyat muammolari va insoniy qadriyatlarni yoritadi. Xurshid Do'st Muhammadning Mirkomilboyning qazo bo'lgan namozi hikoyasi adolatparvar inson Mirkomilboy haqida bo'lib, unda millatni ma'rifatli bo'lishga undagan, bor boyligini yurt ravnaqi uchun sarflagan, ammo nohaq ayblangan qahramon hayot haqida so'z boradi. Mirkomilboy tarixiy shaxs bo'lib, 1860-yili Qo'qon xonligining Andijon shahrida boy savdogar oilasida dunyoga kelgan. 19-asrning 80-yillarida yer, suv va paxta maydonlariga ega bo'lib, katta boylik to'plashga muvaffaq bo'lgan. 20-asr boshlarida uning shaxsiy mablag'i 13-15 million so'mni tashkil qilgan. 1915-yilning oktyabrida bo'xton bilan qamalgan va surgun qilingan. Lekin 1916-yilning boshlarida rus armiyasini qurollantirish uchun 500 ming so'm berish sharti bilan surgundan ozod bo'lib, Andijonga qaytgan. Mirkomilboy Andijon shahrida 30 o'quvchiga mo'ljallangan maktab-internat, 100 talabaga mo'ljallangan madrasa, kasalxona qurdirmoqchi bo'lib loyiha tayyorlatgan. Biroq mahalliy ma'murlar bu loyihani amalga oshishiga ruxsat bermagan. 1917-yil boshlarida Sho'royi Islomiya jamiyatining Andijondagi eng faol ishtirokchisi ayblovi bilan muvaqqat hukumatning Turkistondagi vakillari tomonidan nohaq qamoqqa olingan va 1918-yilda otib tashlangan. Xurshid Do'st Muhammad 1992-yili Sharq yulduzi jurnalida e'lon qilgan 3 hukumat qolipiga sig'magan boy maqolasida shunday yozadi: Biz vatanimiz tarixiga, xalqimiz o'tmishiga doir voqea, hodisalarni hozirgi kun nuqtai nazarda qayta baholashi zarurati tug'ilgan davrda yashamoqdamiz. Nomlari qilingan ishlarga faqat qora bo'yoq chaplangan boy badavlat o'tmishdoshlarimiz hayotini bosib o'tgan yo'lini qayta o'rganish, ularni xolis nazardan kechirish bugungi kunimiz manfaati tomonidan ham nihoyatda zarur. Mirkomilboy Mirmo'minboyev ana shunday ahamiyatga molik yirik shaxslardan biridir.